O'zbek tilida hali YouTube'da hech kim bunaqa bir video obzor olmagan, sababi biz hozir Xitoyda Canton Fair ko'rgazmasidamiz. Bu tashqaridan sal ko'rinishi o'zi mana shu pavilyon juda uzun ketgan. Hozir ichkariga kirguncha yaxshi kuzatib borsanglar, to'liq ma'lumotlarni berib boraman. Ungacha mana tashqaridan ketayotganning o'zida, tashqarida shunaqa katta kompaniyalar bor, ichkaridan Visipkadan joy olishmagan. Shu yerda o'zida ham o'zini xizmatlarini taklif qilishyapti mana. Mashinaning laboylarini artadigan firmalarni ko'rdim, logistlarni ko'rdim. Shu kirayotganning o'zida mana shu yerda jalb qilish maqsadida turibmiz. Bular ham buni qilib gruzovoylarni yetkazadiganlar. Xo'sh, mana bu yerda har xil kompaniyalar bor. Misol uchun bu nima ekan bu? Mashinani amortizatorlariga o'xshatdim men. No. Thank you. O, mana divanlarniki bor ekan. Xitoy tilida gapiraveradi, tushunmasang, o, siz zo'r ekan mana. Kompaniya Strength ekan, eski ko'rib olinglar mana divanlar bo'yicha. Divanlarni o'sha qo'lidagi rukayatkalarni ishlab chiqaradi. O, mana ekan mana ko'rinishi. Sразу vizitga beradi. No, for video, okay. This is enough for video, enough. Xo'sh, bunisi gaz plitali ekan. No, thank you for video. Yes. Divanchilar uchun mana esichi mana shunda pauza qilib turib unma qo'ysanglar bo'ladi. Keyingisi gaz plitalari ustalari ekan mana. Shu joyi o'zida savdo qilishadi. Bu yerda mana oyoq kiyim ishlab chiqar ekan. Xo'sh. Mana Lili degan qizga murojaat qilsanglar. Spets obuvli ekan mana. Take it, thank you. Xo'sh, buni mana ko'rdik, yana yugurib kelibdi mana bu qiz. Mana shuni built high-end intelligent chassis. Hammasi kelyapti. Qisqasi, chain degani bu siqib qo'yadigan instrumentlar ekan. Thank you. Qisqasi, kelayotganda kirishdan oldin mana bunaqa bejik yasattiriladi. Bejikka onlayn olish uchun bunaqa registratsionniy QR kod orqali hamma mana hozir internet orqali o'ziga bejik yasatyapti. Bizni kecha kelganmiz, yasab olganmiz. Ya'ni kiritiladi, dandilarni qayerdan kelding, sen nima ish qilasan, ishchimisan, sotib oluvchimisan degan ma'lumotlar kiritiladi. Keyin mana shunaqa bejik yasab olinadi. Rasmlar ham tushib turib, keyin hammaga ham bermaydigan mana bunaqa bitta значокka endi biz shustrimiz-ku. Mana shu значокga ham olib oldik, короче. O'rtoqlarimga ham so'rab olib oldim. Endi bu Visipka to'g'risida to'liq ma'lumot olishga tayyor turinglar. Xo'sh, Visipka Canton Fair deyiladi. Canton degan so'z o'zi ma'nosi Guandun. Mana shu viloyatning nomi Guandun. Ya'ni Guanzhou shahrini viloyati. Mana bizda misol uchun Guliston shahri Sirdaryo viloyati deyiladi-ku. Shunga o'xshab Guanzhou shahri Guandun rayoni. Mana shu ko'ryaptimi, Visipkani kattaligi juda bahaybatli. Bir burchagini ko'ryapmiz. Shu burchagini o'zidan bir kattaligi bir 10 baravardi. Mana shunaqasi uzunasiga ketgan. Xo'sh, Guandun degan so'zini ispaniyaliklar birinchi kelishganda Yevropadan uni xitoycha Guandun deganda talaffuz qila olishmaganda Guandu deb bir narsa deb nom berib qo'ya qolishgan. Undan keyin angliyaliklar Guandunni talaffuz qilishganda Canton deb nom berib qo'ya qolishgan. Hozir mana buni yechib kirishimiz kerak, o'tishimiz kerak. Sumkamizni o'tkazib olamiz. İçinde pasport ham bor, pul ham bor, hamma narsa bor ichida. Xo'sh, bu yerda bir tekshirib olishadi. Tekshirib olishadi. Xo'sh, qani mana Zohidxon biz bilan hamrohimiz. Kecha mana shu yerda bir 20 daqiqa vaqtimiz ketgan. O'sha narsani tayyorlashga. Mana shuni ushlab tur 1 sekund. Kirayotganda hozir hamma QR kod kerak bo'ladi. Ketdik. Bularga mana shunday qilib ko'rsatib yuramiz. Mana masjidga gir atrofidagi odamlar hammasi mana shu QR kodli bejik yasash bilan ovora. Sababi mana shu joydan kirayotganda mana shu yigitlarga ko'rsatib o'tiladi. Mana ketdik. Show the QR code. Ana show the QR code deyapti. Show the QR code degani QR kodni ko'rsat degani. Endi yana qaytamiz boyagi Guandun degan so'zni
ispaniyalik, portugaliyalik shu Yevropadan kelishganda bu narsa endi 1957-yil to'g'risida gapiryapman hozir. Talaffuz qila olishmagan. Guandun degan so'zni, shuning uchun Guantou deb nom berishgan. Keyin angliyaliklar Guandon degan so'zni kanton deb nom berishgan. Biz o'tib ketishimiz kerak edi. Nariyoqqa o'tamiz. Sorry. Bunaqasi o'tib ketamiz, chunki biz kecha bularni bejiklarni mana shu yasatib oldik. Bunaqa znachoklarni ham oldik. Undan keyingisi anglichalar Guandun so'zini kanton deb nom berishgan. Shu sababli kanton fair deyiladi. Aslida bu Guandun viloyatida joylashgan, ya'ni Guanzhou shahrida joylashgan dunyodagi eng katta vystavka. Endi u to'g'risida ozgina ma'lumot berishni boshlayman. Yaxshilab nimatini eshitib turinglar. Men o'zimga tayyorlab olganman ozgina. Xo'sh, undan oldin buni bir ko'rinishini kecha qayerdan kirdik? Bu yoqdan kiramiz-da. Sizlarga bir ko'rsataman. Bitta. Mana. Xo'sh, Channel 4 badge debdi. Sizlarga kirishi Canton Fair o'zi solishtirma nimalar bilan sizlarga gapirib beraman. Solishtirganimizda juda chiroyli bo'ladi. Sababi u mana misol uchun Kanton ko'rgazmasi dunyoda eng yirik savdo yarmarkasi bu. Bu Xitoy Guanzhou shahrida har yili 2 marta bo'ladi, ya'ni bahorda va kuzda. Uni maydoni, tarixi to'g'risida qiziq ma'lumotlar beraman. Qaranglar, birinchi maydoni miqyosi bo'yicha 2026-yil holatiga ko'ra ko'rgazma maydoni yildan yilga kengayib bormoqda deyilyapti. Hozirgi kunda uni umumiy maydoni taxminan 1.55 million kvadrat metr yoki 155 gektarni tashkil qiladi. Mana bu tashqi ko'rinishini bir yon tomondan ko'rinishida mana shu holatda. Mana shu katta 1.55 degani 155 gektar. Hamma joyda odamlarga yengillik bo'lishini eskalatorlar, to'g'ridan to'g'ri yuradigan eskalatorlar, keyin shuttle baslar olib qo'yilgan. Endi 155 gektarni tashkil qiladi. Futbol maydonlari bilan solishtirib ko'ramiz endi buni. Futbol maydoni bilan solishtirganda standart futbol maydoni o'rtacha maydoni 0.7 gektar deb hisoblasak, ya'ni 105 metrga 68 metr. Kanton ko'rgazmasi maydoni 220 ta futbol maydoniga teng. Agar hamma pavilyonlarni bir chiziqqa terib chiqsanglar, ularni aylanib chiqmoqchi bo'lsangiz, bir necha kun davomida o'nlab kilometr yo'l bosishga to'g'ri keladi. Kecha bir joyda o'qidim, 25-30 kilometr ekan. Bu Toshkentdagi bir metroda solishtirsak, bir boshidan ikkinchi boshigacha yuriladigan bo'lsa, bir marta borib kelishga to'g'ri keladi. 25-30 kilometr yurish o'z bo'ladi bir kunda. Kecha rosa yurdik-ku, lekin ulgurmadik hammasini aylanishga. Endi yo'nalishlarga qarab bo'ladi. Keyin uni jami mana eng katta bitta pavilyonni hisoblasak, 160 ming metr kvadrat bo'lsa, u Toshkentdagi o'sha ipodrom, Abu Sahiy bozor bilan barobar. Bitta dona pavilyoni eng kattasi. Shunaqa pavilyonlardan faraz qilinglar, 60 ta pavilyon bor. 60 ta pavilyon cho'nqasidan 60 ta ipodrom degani. Mayli, eng kattasini dedik, sal kichkinalashtirganda ham. Endi xo'sh, Toshkent rayonlari, maskanlar bilan solishtirganda Toshkent City majmuasi bilan solishtirsak, u taxminan Toshkent kanton ko'rgazmasi undan 2 marta, 3 marta katta deyiladi. Toshkentning kichkinaroq rayonini olsak, misol uchun eng kichkina rayoni Yakkasaroy bo'lsa, hozir mana shu joydan shuni o'tib olaylik. Buni o'tib olish uchun mana bunaqa qilib, bundoq qilamiz. Bu yerda u bizani rasmga oladi, eshik ochiladi, o'tib ketamiz. Hamma qarab turadi. Bu yerda yana sumkani tekshirishar ekan. Kecha baklashkada suv olib o'tdik, suvni tekshiradigan apparat ham bor ekan. Aro-paroqmi, yo'q, bu narsa olib kirmayaptimi degan ma'noda. Xo'sh, buni bundoq qilib turamiz, bu yoqqa qo'yamizda. Buni qo'yamiz, bo'ynimizligini yana tushiramiz. Hoppa. Ketdi mana. Xo'sh, buni yana olamiz. Hoppa. Ozgina videoda noqulayliklar bo'lyapti. Lekin hammasi joyida. Telefonni oldingmi uni? Ha, bo'ldi. Mana sizlarga endi yetib keldik o'shani asosiy kiraverish eshigiga. Endi davom etamiz. Yakkasaroy tumaniga solishtirsak,
Yakkasaroy tumanining 10dan biriga to'g'ri kelar ekan mana. Bitta vistikani o'zi. O'zbekistonda vistikadan biri 20-30 barobar katta desam bemalol hech qanaqa adashmaymiz. Bu tomoniga mana bittasiga kirib ko'ramiz. Sizlarga buni kattaligini tushuntirish uchun ko'rsataman. Videoda yaxshilab joylashib o'tirib olinglar. Juda ko'p ma'lumot beramiz hozir. Misol uchun Yakkasaroyga o'xshatish etdim. Tasavvur qiling, butun boshli kichik shaharcha faqat do'konlar, zavodlarning vakillari va tovarlardan iborat. Tarixi va rivojlanish to'g'risida. Kanton ko'rgazmasi Xitoy iqtisodiyotini barometri hisoblanadi. Mana bitta dona sizlarga bitta plashatkasini shunda ko'rsataman, kattaligini. Xuddi shunaqa plashatkadan 60 tasini aylanib yurish kerak. O'zingizga kerakli mahsulotni olish uchun. O'shanda 1957-yil birinchi marta ko'rgazma bo'lib o'tgan. Uni maydoni atiga 9600 kvadrat metr bo'lgan. Endi agrar davlat bo'lganda o'sha payt Xitoy. Agrar davlati, ya'ni faqat o'zida shu pomidor, bodringlarni sotish bilan, ham qo'lingni to'smamda. Pomidor, bodringlarni sotish bilan mashg'ul bo'lgan. O'shaning uchun bular davlat chetga chiqish uchun, dunyoga chiqish uchun mana shunaqa ko'rgazma ochishni reja qilishgan. Ko'rgazma ochib, endi birinchi boshdagi yillarda yon atrofdagi davlatlarga sotuv bo'lgan. Ya'ni o'sha Koreyaga, Yaponiyaga, Mongoliyadan mehmonlar kelishni boshlagan. Keyin rivojlanib, mana hozir 1957-yil boshlangan bo'lsa, bu yilgisi 69-yil bo'ladi ko'rgazma bo'layotganiga. Bir yilda 2 marta, ya'ni kuzda hamda bahorda o'tkazilayotganligi sababli mana bu nachogimda ko'rsatib qo'yilgan edik. Bu 139-chisi bo'lyapti mana. 139-ko'rgazma. Endi bu ko'rgazmani yana endi hozirga masshtabini tushuntirish uchun birma-bir sanab beraman. Ko'rgazma, xo'sh, mana bu narsani bu yerga o'tkazib olmasak, har safar so'rash mumkin buni. Ko'rgazmada 75 ming, qolaver shu yerda. 75 mingta stend bor, sorry. 75 mingta, mana bitta misol uchun mana stend ko'rasizlar mana. Bu tomonga qaratgan Zohton. Bitta stendni mana bu tomonda, mana misol uchun bu tomonda mana. Mana shu bitta stend degani bu bitta katta zavod degani. Har bittasi bittadan zavodda 75 mingta stend bor. Bu ko'rgazma bizga kelganimiz birinchi, ikkinchi, uchinchi fazaga bo'linadi. Faza degani bu 5 kungina bo'ladi. Misol 15, mana bugun 16-17 aprel bo'lsa, 15, 16, 17, 18, 19 bor yo'g'i 5 kunga keldik. 5 kun mana shu 75 mingta stendlar to'la odam bilan. Endi faraz qilinglar, bizdan oldingi 5 kunda boshqa yo'nalishdagi ko'rgazmalar bo'lgan. Ya'ni tekstil bo'lgan, mebel bo'lgan. Misol kechadan beri aylanib yuribmiz. Misol men tekstilga bog'liq shizda ko'rganim yo'q. Oyoq kiyimlar, kiyim-kechaklar, yo gullar, har xil bizga bog'liq bo'lmagan, ya'ni qurilishga bog'liq bo'lmagan stendlar beparasat deb qo'yadi-ku, o'tga turadi yozib. 75 mingta stend 5 kun oldin bo'lgan. Bizani bugungi hozir kelganimizda ham 75 mingta qatnashuvchi qatnashyapti bu yerda, har xil zavodlar, ishlab chiqaruvchilar. Undan keyin yana 5 kun bizdan keyin boshqa yo'nalishda ham stendlar bo'ladi. Bugungi bizani qatnashayotganimizda biz endi ko'proq qurilishga bog'liq bo'lganligi uchun o'sha gazonokasilkalar, har xil mana yon atrofni ko'ryapman, instrumentlar bor. Kecha tashqariga chiqdik, hatto spets texnikalar ham bor, ekskavatorlar, mashinalar va hokazo. Endi ustalarning instrumentlari bo'yicha ham bir 100-200 dan ortiq har xil kompaniyalar bordi. Yana bitta stendda, yana bitta beparasat o'tib ketdi. Yana bitta stendda ko'rdik, bir 2 ta 3 ta mana shunaqa pavilyonda mototsikllar ham bor ekan. Skuterlar va hokazo. Endi hozir qisqacha shu videoda ozgina sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Misol uchun bittasini mana bitta bizga endi taniqli bo'lgan misol Karcher bor-ku. Bu yerda bunaqa kompaniyalardan bir nechtada mana bu yoqda ham bor, mana orqa tomonda ham bor. Keyinsi ko'ramiz. Mana bu yoqda misol uchun nasoslar, generatorlar, undan tashqari mana o'sha naroqda ko'rsatib qo'yilgan zavodlari. Kichkina stend, lekin ketida juda katta zavodlar borligini bildiradi. Keyingisini ko'ramiz. Mana bu yerda ham bog'dorchilikka bog'liq narsalarda gazonokasilkalar, unga taalluqli yana instrumentlar
hali daraxtlarni arralaydigan har xillarni pilorama deydimi, o'sha nimalar ham bor. Keyingisi, bu yerda ham yana bog'dorchilikka bog'liq. Faraz qilinglar, butun bitta pavilyonda hamma bir-biriga kuchli konkurentlar. Biz bir dona Catcher bilamiz, lekin bu yerda mana Alco bor, NGP bor, OO Power bor, GBS bor, AOV bor, Linda bor va hokazo. Oddiy mana bittasini ko'ramiz, bu yerda kelib o'tirib ko'rishingiz ham hech narsa demaydi. Mana shuni o'tirib ko'rishinglar, naborot xursand bo'ladi. Men bizda bir xil do'konlarga kirsa, aka o'tirish mumkin emas, turish mumkin emas, tushing nima deydi, bu yerda naborot kelsangiz xursand bo'lib, choylar berib kutib olib, vizitkalarni ham berishadi. Mana shu skoroslari bor ekan, chap qo'lda oyoqda ham bitta gazi bor, tormozi bor. Bu endi men tushunishim bo'yicha eng juda golf, katta golf maydonlarini gazonni kasilkasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana chetlarida kesganini juj etib sepib turadiganiga. Kichkina hovlilarga gazonni kasilkalar. O menga o'zimizga endi biz ustamiz, ustaga nima yoqadi, instrument yoqadi. Endi bu bog'dorchilik instrumentlarida mana bu oddiy fanarlardan qarang. Bitta fanarning o'zida bir 20 xil fanar bor. Bitta mana bu sekatorlarning o'zida mana kichkina mana nima deydi, kurteklarni ochganda chiroyli qilib kesib turib nima qiladiganlari bor-da, mana kattalarigacha, katta sekatorlari bor. Mana bu yerda menga qarang, odamlarni zashitasiga bog'liq qo'lqoplarni bir 10 xili, quloqlardan vang'ir-vung'ir qilmasligi uchun, bir 5-6 xil ko'zlarni saqlash uchun tizzaga cho'kkalab, ildizlarni tozalab qo'yotganda tizzalar og'rib qolmasligi uchun. Instrumentlarni mana xilma-xillari ko'rasizlarmi? Bitta joyi o'zi kirsanglar bir maza qilasizlar. Mana buni qaranglar. Men o'zimga ham misol uyga bitta dona olib qo'yganman, shu bir necha yilga yetadi. Bitta instrumentlar. Odam bu visipga kelganda maza qiladi. Misol men o'zimga eng yoqadiganlardan bittasi mana bo'ladi, qaranglar. Mana shu narsa. Mana shu devorga qotirib qo'yadi, o'zim uyimda ham bor. Devorga qotirasizlar, o'ngga, chapga aylanadi. Undan tashqari shlankasini tortsanglar, bu qo'rgilidan keyin siqib qoladi. Uzun bir 20-25 metrgacha cho'ziladi mana bu narsa. Bundan tashqari qishki kuni shuni yechib olib qo'ysanglar, ya'ni muzlab qolmasin uchun yig'ib, o'z ichida prujinali nimasi bor-da. Bundan tashqari napor zo'r bo'lsa, hech qanaqa kachir ham olish hojati yo'q. Ya'ni mashinani yuvishga, gul ko'chatlarni yuvishga, hammasini yuvishga, o'shani o'zidan shunda qutulib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda mana bolgarka instrumentlar, shurpaverdim. Bittasini ko'ramiz, qarang. Misol uchun hammasini ishlaydigan holatga olib kelib qo'yishganda, teskariga aylanadigan skoroslari bor. Sifati juda yaxshi. Men bundan belgimdan oshib oladiganida, shuni oshib olasa bo'ldi. Ustiga nima kerak boshqa? Hammasini o'ylab qo'yishgan. Hello, how are you? Xo'sh. Endi mana buni qaranglar, mana buni. Bu nima bu? Nimasan deydi-ku, vezdexod qaranglar, mana g'ildiraklarni. Buni ustiga ham o'tirib bo'lmaydi. Bu menimcha boshqarilsa kerak pultda. Mana kichkina mana buni qara. Mana g'ildiragini qara. Bu to'shni menimcha pultda boshqarilsa kerak. Keyin ko'ramiz. Yaxshilab hushyor bo'lib turinglar. Eng zo'r joyga kelyapmiz. Endi bu ani o'zbeklarning qoniga singib ketgan, ana lapatga, ketmon nimalarni bir nimasiga kirib ko'ramiz. Misol uchun mana shu grablilarni qaranglar. Sifatini ko'rsataman-da. Bu yana hamda qo'lda ushlaydigan joylari ham mos, baquvvat qilib gapirayotgan paytim xalaqit qilmasa bo'ladi. Savol-javob qilib, vizitkalarni berib bu YouTube'da video olayotganimiz uchun bilan ham xursand. Xo'sh, boltalarni qaranglar. Xudo qo'lga ushasa ham maza qiladi odam. Maza qiladi. Mana bu quyma qilib qo'ygan, chiqib ketmaydigan qilib. To'g'ri, Xitoy mahsulotiga bo'lgan ishonch bizda o'zbeklarda juda past. Sababi odatda misol uchun mana shu boltani narxi nech pul desak, bular aytadi $20 deydi. Voy, qimmat bu, Xitoyga shunaqa qimmat bo'ladimi deydi. Keyin bizning tadbirkorlar shuni arzonroq qilib bergin deydi. Arzonroq qilib bergin deganda mana bu narsa yana sifat pastroq narsadan ham quymasini kamaytirishadi, og'irligini, ya'ni kargoda yuk og'irlashib ketgani uchun yana bir narsalarni kamaytirgan hisobiga sifati ham tushib ketib qoladi. Oxiri oqibatda shu O'zbekistonga borgandan keyin sifati past, narxi ham juda past narsalar bor qoladi. Aslida bular
Yevropaga, butun dunyoga, hamma joyga sifatli mahsulotni beryapti. Shu sababli meni fikrimcha Yevropa ham Xitoy mahsulotini o'ziga kirgizishni xohlamaydi. Ya'ni kirsa, u yoqdagi ishlab chiqaruvchilarni nimasi ham tushib ketib qoladi savdosi. Lapatkalarni qaranglar. Relsovый stilda ruscha yozishdi, tepasida ruchkalari bor. Qor kuriydiganlar, plastmasligi, temirlar qalin qilingan, alyuminiylari. Mana bunga necha endi? Kichkina. Kichkina lapatka. Mana bunaqa to'liq antivandalniy lapatkalar ham bor. Ya'ni yog'och emasdi, to'liq mana kraskalangan, baqotgina qilingan. Can you give me a visit card? Mana bunaqa panshaxalar bor. Mana buni kommentariyada yozib yuborasizlar nimaligini. Mana bundoq qilib barglarni terib oladigan. Buni ham bunaqa rezvali qilib qo'yib qaranglar. Dot qilib rezvasini burab qo'yiladi, keyin mana shunaqa qilib tortadi, barglarni tortadigan. Visit card. Visit mana. Misol uchun juda qiziqib turgan bo'lsa, men endi bularni reklama qilayotganim yo'q. O'zingiz uchun kerak yo'q qolsa, mabodo Word Tools deb yozsanglar yoki men QR kod pauza qilib shuni nima qilsanglar, J is it you? Is it you J, mana shu qiz ekan J. Mana shu yoki QR kod orqali pauza qilsanglar, shu kompaniyaga murojaat qilib bemalol bular narasdayani ham jo'natib yuboradi logistikasini. Chelaklar bor. Mana bu yerda mayda-chuyda instrumentlar bor hammasi. Men endi bu bog'dorchilikka o'zim qiziqmayman, lekin shunchaki bitta visipga kirib sizlarga kurs o'tib ketaman. Endi keyin boramiz. Thank you. Saychin degani xitoy tilida xayr degani. Mana bu santexnik ustalarga yoqadigan max perforatorlar, ya'ni shu katta teshiklarni qiladigan perforatorlarni mana stanoklari, mana betonlarni ko'rsatib qo'yishdi. Bu bitta pavilyonni chetiga yetib bordik. Misol uchun mana bitta qo'lqoplarni zavodiga ko'ramiz, qaranglar. Bitta qo'lqop nimasi, zavodi sonini qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33. Mana shu joyda уже 33 xil. Mana buni qaranglar, zashtikalarni. Voshshe zo'r ekan lekin. Beysian deb qo'yibdi. Beysian degan kompaniya ekan. Novoda kerak bo'lsa, qo'lqoplar maketlarni qilib qo'yishdi shunaqa. Saychin. Thank you. Rahmat deb qo'yadi. Qisqasi biz endi keyingi pavilyonga ketamiz. Pauzani bosib tursa bo'ladi. Pauza. Xo'sh, bu masjidda bizga ko'rsatib qo'yaman, qaranglar. Mana shu bitta pavilyonga kirib chiqqanmiz-ku. 10dan birini ham aylanmadik aslida. Xuddi shunaqa pavilyon podvalda bor, pastda. Mana bu yonimizdagi pavilyon bor. Tepada bitta pavilyon bor. Tepada undan yana bitta pavilyon bor. Ya'ni 4 etajli pavilyonlar, ko'rasizlar? 10dan birini aylanmadik lekin aslida mana shu joyi. Shunaqa qilib chiqib o'tyapmiz. Hamda daraxtlarni kesadiganlarni xilma-xillari ko'rasizlar. G'irr etib kesadi-ku, o'shaning uzun kaltasi. Boyiga bolta lapatkani yana bitta kompaniyasi. Arabalarni g'ildiraklarni ishlab chiqaradigan kompaniya misol uchun. Qisqasi bu yerda bog'dorchilikka bog'liqroq tovarlar ekan. Bu yerda ham ustalar desam bo'ladi, uy egalari xonadon mana talivnoyni, nasatkalar. Qani endi bu videoni to'xtatmasdan 3 kun yursa kerak, u agar hammasini aylanib chiqaman desa, hamma pavilyonlarni. Dahshat. Bu yerga ko'rib havas qilgan bo'lsanglar, faqatgina kuzligisi. Bu bir yilda bir marta emas, bir yilda 2 marta bo'ladi. Kuzligisiga sal oldinroq harakat qilish kerak. Yana bitta tavsiyam, biletni bir oy, 2 oy oldinroq olishingiz kerak. Sababi bilet $300 biletimiz 5-6 kun qolganda $900 gacha ham chiqib ketadi. Yoki perisadka orqali kelishingiz mumkin. Juda ham qimmat, juda ham vaqt ko'p ketadi. Gostinitsa ham xuddi shunaqa. 1 oy, 2 oy oldin bronировать qilib olsanglar yaxshi. Ya'ni 1 oy, 2 oy oldin bronировать qilsangiz, bir sutkasiga $50 gostinitsa. Biz mana keldik. 3 kun oldin bron qilib berishdi. Bizga hamkorlar $140 bir sutkasi. $140 u New Yorkda $140 turadi. Endi sizlarga pavilyon to'g'risida ma'lumot beraman.
Mana misol uchun Zohidxon yordam beryapti menga. Sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Mana bunaqa broshurka olganmiz. Bayer Guide deb qo'ygan, faza 1 deb qo'yibdi. Mana bundan ochamizni, sizlarga bitta narsani tushuntiraman hozir. Mana biz mana shundan o'rganib oldik. Hozir sizlar bilan kirib chiqqanimiz xo'sh 13.2. Misol uchun 13.2 deb qo'yibman. Mana bitta ko'rsating. Mana 13.2. 13.2 ni bu yerdan topamiz. 13.1 13.2 qaysi bir ekan? Mana 13.2. Mana. Biz mana shu 13.2 da turibmiz ro'parasida. Tegida ham bor qaranglar, xuddi shunaqa. Biz mana ro'parasiga kirib chiqdik hozir. Примерно mana 9.3 mi, 9.1 mi? 13 ekan. Mana shu yerga kirib chiqdik. Boya aytganimdek mana 3 ta qavat pastga bor. Ro'parada mana 2 ta qavat, bu yoqda. Xo'sh, mashinali joy qayerda edi ha? Qayerda edi? Kecha bordik-ku. Mashina mana tashqari bir mana 9.0, 12.0 bularda ekskavatorlar bor. Xo'sh, mana bu yerda mototsikllar bor. Juda katta pavilyonlarda. Mana shu pavilyonlardan jami 60 ta pavilyon ekan. Men kecha hayron bo'lib qoldim 60 ta pavilyon deganiga. Buni olib, mana shunaqa qilib o'zimizga keraklarini qarab yuribmiz. Qani ketdik endi. Hozir mana sizlarga yana ko'p narsalar to'g'risi. Mana bunaqa chekkalarda informatsiya beradigan doskalar bor. Meni o'zimga qizig'i mana shu robotlarni nimasiga kirib ko'ramiz. Hozir endi minutimiz yetadimi yo'qmi harakat qilaman. Robotlarni выставкasiga kirib ko'ramiz. Robots in which section? Service, not service, maybe service and robots also. Is parts? Is parts? No, it's itself. Robots itself. Service robot zone, yes? Yes. 21 and 2. Here is 21. Where is the 21? 21. 21. We are here, yes? 20. I have to go straight, yes? Straight. Okay, thank you. Robotlarniki to'g'ri degan. Yuramiz endi. Hozir tepadan olib bu yoq tomonga ko'rsatamiz. Ham tomonda qarang odamlarni. Bular hozir energiyani saqlashyapti. Hozir ertalabda soat necha bo'ldi? 10 bo'ldimi? 11. Endi bu yoqni qaranglar, kattaligini. Odam ko'pligini qaranglar. Hey. Mana buni. Bu hozir bir qanaqadir bitta qismini aylandik bor yo'g'i. Endi bu yoq tomonga ketamiz. Anaqa chemodanchalar olgan. Chemodan narxi $400. Sekin-sekin skuterga o'xshab haydab ketadi. Parallelni chemodanni o'zini kiyim-kechilari ham bor. Our representative today. You are a friend. No, we're not. Thank you. Ketdik. Davom etamiz. Bu yerda Vistkadan tashqari yana konferensiyalar ham bo'ladi. Seminarlar, konferensiya har xil yo'nalishda. Mana shu yerda mana soat uchun 3 dan 5 gacha forum bo'lar ekan, soat nimada finans bo'yicha, ya'ni o'sha nimalarni o'qish kerak bo'ldi. Qaysi nechinchi etaj, qaysi sentrda, nima to'g'risida, kim o'tkazadi. Bu yoqda o'zingizga moshini tanlab olasizda, o'sha paytga kelib qatnashasiz. Misol konferensiya bo'lsa juda qiziq bo'ladi. Men faraz qilinglar, butun dunyodan mutaxassislar kelganda, butun Turkiya bormi, arab davlatlari bormi, Yevropa davlatlari bormi? Mana odamlarni qaranglar, xilma-xil tepaga tushgan, pastga tushgan, har xil bayroqlar, odamlar mana. Mana bitta informatsiyani deskda turishdi odamlar. Ketdik kengsi. Mana misol uchun tepadan ko'rinishi vashi chiroyli ekan, menga yoqqani qarab turinglar. Shunda o'tamiz, hamma keladi, birinchi bitta tomosha qiladi, keyin pastga tushadi mana. Oppa, mana. Mana, bitta ko'rgin. Keling. Mana. Qaranglar mana shu bittasini ko'ramiz, mana misol uchun nima ekan mana shu. Холодильник ekan. Keyinsi bu yerda o'sha demak bitovoy texnika ekan. Mana bu yerda pastda aristonlar, mana bu yerda yana bir narsalar, narroga. Qani yaqinlashtiramiz mana. Mana shuni kelasizlar, o'zingizga mosmi, tushasizlar. Bo'lmasa dalsh ketaverasizlar. Ko'rinishi mana shunaqa, bitta pavilyon. Shunaqa pavilyondan boya aytganimdek 60 ta. Biz bunisiga kirmaymiz, ketamiz. Fenlar bor ekan, bu yoqda hammasi bor ekan. Ketdik.
Misol uchun qorningiz ochib qoldi. Ko'chaga chiqib o'tirmaysizlar, kanishim. Do kesinglar, men bitta to'liq men qiziqaringlar. Hi, how are you? Gamburgerlari boshida bemalol shu yerda pastga tushib, ovqatlansanglar bo'ladi. Yana to'g'ri savol berishinglar mumkin. Halol ovqat to'g'risida. Shundan borasida halol ovqatning o'zi sertifikati bor. Kirasizlar, bemalol halol ovqatlarni yeb olaverasizlar. Keyin odamlar anaqa yurayotganda o'ng tomonga turib olishadi, chap tomondan yuradiganlar ketish kerak. Sorry, pardon. Mana pardon desa o'tib keturasizlar. Yurib ketaveramiz. Bo'l. Noqsan pauza bosib turasan. Keyin chemadanilarni ko'tarib sudrab yurmaslik uchun mana bunaqa depozit degan lagej degani o'zi bagaj degani. Mana bu pasportinglarni qo'yasizlar, pul to'laysizlar qanchadir. Keyin bitta kalit beradi, o'sha ichiga shu chemadanilarni, sumkalarni solib qo'ysanglar bo'ladi. Bu odamni yuzini kosmetikasini ko'rsatib qo'yishgan, shuni stendi ham bor ichkarida. O'sha qizni bo'ynidigini ko'rasizlar, mana bu vaqt o'tib osilib qoladigan narsani qimillatib turib, massaj qilib kamaytirib, mana qizni ko'rasizlar. Mana. Bo'yinga taqib qo'yiladi, mana bittadan shunday yoqsa, dirrillatib turib, mana nima deydani, oyballoq deydimi, mana shu jardan kamaytiradigan qarochi. Keyin mana menda bitta hissiyot hozir paydo bo'ldi. Hozir mana shu informatsionni so'raydigan joyga shundan nima qildim? Qizlardan so'rasam, tirjayib turibdi-da, kulib tabassum bilan. Bularda o'zi marketing yurg'ish bo'yicha, ya'ni shu magazinlarda klientlar bilan gaplashish bo'yicha alohida bir institutlar, dars beradigan kurslar, juda chiroyli xushmuomalalik bilan o'sha dars beradigan kurslari bor. Qatga qaramay, mana shuni kutib olishi ham, mana shuni tirjayib, kulib, engashib, biron narsa so'rasangiz, yordam berganiga xursandi. Bu nimaga olib keladi? Keyingi safar, shu Xitoyga bo'lgan safarda yana odam kelgisi kelaveradi. Ya'ni negativ hech qanaqa hissiyot qolmadi bizda. Meni shaxsan o'zimda shu videoda ochiq aytaman, misol Moskvaga borganda 2 marta, 3 marta borgan bo'lsam, menda negativ hissiyot paydo bo'lgan. Odamlarning munosabati, endi biz bilamiz-ku, bizning o'tda ishlagani borganida ham shu aeroportdan tushganning o'zidan boshlanadi ularda muomala. O'sha sababli u yoqqa umuman borgin ham kelmay qoladi. Bizda ham shu O'zbekistonda turizmning rivojlanishiga juda katta hissa qo'shilayotganligi sababli ko'p videolarda ko'ryapmiz. Qo'shni davlatlardan odamlar kelganda bizlarning muomalasi juda zo'rligi to'g'risida maqtab qolishadi. Shuning uchun biz ham o'zi eskidan hammaga yordamimiz teganidan xursand bo'lamiz. Bizda undan tashqari gastroturizm ham zo'r rivojlangan. Endi robotlarga kiramiz. Robotlarning zonasiga ham alohida kiradigan joyiga alohida portal qilib qo'ygan. Bu yerda o'chirt bilan bo'lyapti. Sababi Xitoy robotizatsiya bo'yicha dunyoda уже ancha yetakchi rolga kirib qolgan. Chiqayotganlar sonini ko'rib, kamaygandan keyin kirishga alohida. Boshqa pavilyonlarda unaqa narsa yo'q. Faqat mana shu robotlarning pavilyonida shunaqa ekan. Kiramiz. Hech qaysi pavilyonda yo'q mana shu narsa daji. Mana shu narsani bundoq qilib, rasmga tushib o'tish. Boshqa pavilyonlarda yo'q bu narsa. Eng qizig'i keldi, yuraveramiz. Pauza. Eng qiziq o'sha pavilyonlardan bittasi robotlarning pavilyoni, mana qaranglar. Uyda xizmat qiladigan robotlar, kuchinglar to'g'risida endi Toshkentga ham olib kelishdi, mana sipiradigan, tozalaydigan, o'bir qiladigan. Kecha ham mana shu joyda video qildim, odamlar hammasi kelib, eng ko'p qiziq ko'rayotgani mana shu bo'ladi. Bu politseyskiy robot deyilar ekan, ya'ni odamlarni video kamerada kuzatadi. Buni qo'lda itarsanglar ham o'zini ravnovesiyasi bor mana. Turibdi, yurmayapti. Yurganning hisobiga ham kamerada odamni o'zi videoga olib, mana politseyskilar ko'rasizlarmi? Politsiyalar bilan ko'chada yuradi. Kerakli odamni, qidiruvdagi odamni misol qidirib topadi. Mana bu yoqda ham mana odamlar shu imminni shuni faqat video olishyapti. Bundoqsa yurmayapti. Qattiq turibdi. O'zini ravnovesiyasi ushlab turibdi. Hamma qiziqishi imminni mana shunday bo'ladi.
可以用于许多繁 Biz keyin ketamiz. 具有高 Mana misol uchun sakro salto qiladigan kuchuk. Mana mana shu yerda. Ko'rasizlar? Buni hozir videoga olayotganda bular endi ishlatib ham ko'rsatib berish mumkin. Yurishga qiynaladigan, beli og'rib qolgan yoki beli singan yosh yigitlar, ya'ni yoshlarga qarilarga ham bor, egzoskeletlar bilan. Mana bu yoqda ham bor. Bu mana ko'rib turib, qo'lni harakatlarini qaytaradigan robot ekan mana bu yoqda. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Suzimsiz? Tartibimsiz? Ko'p narsa ishlatsa bo'ladi. Bizlarni tanishlar. Mana shunaqa qilib qo'lni ushlab oladi birinchi. Qo'lni ushlab oladi. Endi biz qaraylik mana qo'lni ochib turibmiz. Yopamiz. Bu ham yop. Bitta barmoq ko'rsatamiz. Qani? Ikkita barmoq ko'rsatamiz. Ikkita barmoq, uchta barmoq. Hammasini ochamiz. Bittasini ko'rsatamiz mana bitta. Zo'r. Mana bunday qilamiz, qani? Qaytaryapti, gap yo'q. Chiqib olishi ham mumkin bu barmoqni. Bu yoqda mana bittasi qarab turibdi. Deyapti mana. Hormaydi deyapti. Qo'l cho'sa salomlashib olishi ham mumkin. Mana qo'llar ko'rasizlarmi? Bu yerda mana kuchli ekan. Videolarda ko'rsatib qo'yishgan, nima ishlar qiladi bu? Pajarnilarga yordam beradi, qiynalganlarga, kasallarga va hokazo. Buni bizga qiziqroq temani ko'rsatdim. Misol uchun basseynlarni yuvadigan pilesoslar yoki o'sha robotlar. Teglarini ham archib qo'ydi, ustini ham suv tozaligini ham mana. Robotic pulse cleaner, ya'ni basseynlarni yuvadigan robotlar. Mana bu uyda saqlab turadigan, misol uchun robot ekan, narxi $8000 ekan. Gaplashishga, ashula qo'yib berishga, o'sha ChatGPTdan любой so'raydigan narsalar bor-ku. O'sha ovqat tayyorlashga so'raysizlarmi, lokatsiya so'raysizlarmi, nimaki internetdan so'rasanglar o'sha narsani qilib beradi. Gazonni kasilkani robot varianti mana. Uylarga qo'yib qo'yasizlar, maydon belgilab, o'zi o'sha gazonlarni kesib, maydalab tashlaydi. Bor yo'g'i $330 ekan. Nima deysizlar, olarmi deylar? Qo'yib qo'yasizlar, gazonlarni o'zi olib, kesib tashlaydi. Notebook, endi bu как бы. Kompyuterni mana shunaqa stol ustiga mana shunaqa qilib beradi, o'sha yerdan ruchka orqali boshqariladi. Xo'sh, avtomatlashtirilgan mashinalar, ya'ni vending machine deyiladi ko'proq. Bular Yaponiyada juda qattiq rivojlangan, mana shu kofe damlashga, marojniy qilishga ichkaradiganini ko'ramiz. Bu odamlarga nima beradi? Biznesni avtomatlashtirishga yordam beradi. Ya'ni biznesga yo'l qo'yib qo'yasizlar, sotadigan narsalarni. Yaponiyada ko'rganmiz videolarda, hattoki o'sha naskilardan boshlab uydagi hamma narsalarni ya'ni mana shu avtomatlashtirilgan mashinalarga kiritib qo'yishgan. Shu yerdan savdo qilaveradi. Yana gazon kesadigan o'sha mashina $300-400 turar ekan, bor yo'g'i. Stopni bossa, stop bo'ladi, ishlasa ishlaydi mana. Uyda pollarni artib, sipirib, tozalab qo'yadigan, uborka qiladigan mashina. Undan tashqari oyoq kiyimlarni ham bir chetga taxlab qo'yadi, qaranglar. Stol ustini ham yig'ishtirib qo'yadi. Kir mashinalarini yoqib ishlatishlarga ham ishlaydi mana. Kir mashinalarini qo'yib qo'yishgan, yoqib ishlatishlarga. Uydagi mana o'sha narsalarni yig'ishtirib qo'yadi, ko'rasizlarmi? Yoyilayotgan mana. Shuning bilan YouTube'dagi videomizni tugatamiz. Biz endi o'zimiz kuzatishga boramiz. Buni butun vistkani YouTube'da hammasini ko'rish iloji yo'q, shuning uchun kelishni tavsiya beraman. Canton Fair deb yozasizlar. Kuzda kelib, bemalol o'zingizlar ham qatnashsanglar bo'ladi. Kirish chiqish tekin, faqat shu yo'l kira qilib 4-5 kun o'sha kerakli, o'zingizga kerakli fazani tanlab kelishingiz kerak bo'ladi. Har bitta fazada o'sha o'zingizga tegishli bo'lgan tematikani ko'rasizlar.
YouTube'ga obuna bo'lib ko'ringlar. Bundan keyin foydali videolarni ko'proq ko'rishga tavsiya harakat qilamiz. Kommentariyada foydali deb yozgan har bir odamni hurmat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.